xodimlari mijozlari shu ular hozirgi kunda omonat mahsulotlarini omonat mahsulotlarini shartlarini o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilganini ma'lum qilamiz. Bu bo'yicha boshqarma 22-may 2009 qaror qabul qildi. Bunda O'zbekiston Respublikasining Davlat bank boshqaruvi 22-yil 14-noyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Xalq bankining 23-25 yillar strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi 142-6 sonli ijrosini ta'minlash, shuningdek bankning resurs bazasini mustahkamlash va aholiga qulay afzalliklarda ega jozibadan omonat pullarini taqdim etish maqsadida qaror qabul qilinadi. Bunda qarorlarda bank boshqaruvining 22-yil 30-noyabrdagi 148-4 sonli qaroriga asosan joriy qilingan foydali sarmoya, onlayn sarmoya, ommabop, onlayn ommabop, onlayn 5 omonat turlari va 2022-yil 29-dekabrdagi 161-9 sonli qaroriga asosan joriy qilingan kelajak omonat turi hamda 2023-yil 11-martdagi